tabiatning hikmatiga boqing. Har neni juft qilib yaratdi. Oy va quyosh, kecha va kunduz, yer u osmon. Bari bir-birining yortisi. Birisiz ikkinchisining qadri yo'q. Kabutar parvozisiz osmon, tovus xiromisiz bo'ston, oqqush ziynatsiz ko'l, bulbul xonishisiz gulistonning qadri bormi? Qur'oni Karimda aytiladi: Alloh sizlar uchun o'zlaringizdan juftlar yaratib, juftlaringizdan sizlar uchun o'g'illar va nabiralar paydo qildi. Darvoqe, nikoh atalmish ilohiy ahd bor ekan, eru ayol oilaga birlashib, mehr muhabbat bitimini tuzadi. Aziz do'stlar, kelin va kuyov tashrif buyurdilar. Toylar mübarek, ey yar canım, toyana bulsun, tembirle canım ayır, yar ey. Rahmat, vakti bulun arkadaşlarına, fazlalar istiyor bu sanatı. İşkin motiye, köyge onu kildim. Haydi cemalin, körge onu kildim. Haydi cemalin, körge onu kildim. Oy, yar yar. Rahmet eşiğin meşrepge açtın, sen dillavasın alğanı kildim. İşkin otiye, kuyyanı kildim. Haydi cemali,
ko'rgani keldim soqi qadahni qilgin muhayyo va'da mayli ichgani keldim to'ylar muborak ey yorjon to'ylar muborak ey do'stjon tuyana bulsun ey sen birlecan tuyana bulsun ey sen birlecan toylarınız mübarek. Tomonimizning so'lim yoshlardan birida joylashgani Maqsuddek to'yxonasida bugun ajoyib bayram shodiyonasi. Ushbu tantanani birgalikda nishonlash niyatidan tashrif buyurgani fazilatli yurtimning farishtali insonlari. Barchangizga O'zbekona lutfila assalomu alaykum deymiz. Aysar bugun ajoyib kuni, haqiqatda sehrga bisyor bo'lgan sana. Ya'niki bugungi davramizning sardori, barchamizning diqqat e'tiborimiz markazda turgani hurmati cheksiz insoni Joshqinbek o'zini yaxshi niyatlari ila tanlagani umr yo'ldoshi Nasibaxon kelinchagimiz bilan yangi hayot bosag'asida turishibdi. Yana bir mustahkam oilani barpo etilishida taraddud ko'rmoqdalar. Biz ham avvalambor kechamiz qahramonlarini, tantanamiz juftligini bugungi ketmas bo'lib kelayotgan chinakami baxtu saodat ila samimiy qutlab qo'ymoqchiman. Avvalambor sizni bugungi to'g'ri tanlov bilan muborakbod etaman. Hayotning yangi so'qmoqlari, undagi go'zal manzaralari har ikkingizga xayrli hamda muborak bo'lsin. Bugun eru xotin deya e'lon qilinib, yaqin do'stlar guvohligida shar'iy hamda rasmiy bo'g'inlardan iborat bo'lgan mehr muhabbat rishtasini oliyjanoblik oila ittifoqini tuzmoqdasiz. Ushbu oliyjanoblik ittifoqingiz bir umrga mustahkam bo'lsin. Oila talmish muqaddas qo'rg'onlarga bugungi ilk qadamlaringiz ham qutlug' kelishidan umidvormiz albatta. Albattaki bugun farzandlar baxtu kamollaridan, go'zal kelinchaklarimizni ilk salomlardan boshlari ko'kka ketayotgan avvalambor to'y sohibi hamda sohibalari, ya'ni kim bugun Bahrom akamiz hamda Muqaddasxon Oybek opalarimizga, Tajaddin otamizga, Dilbarjon onajonlarimizni bugun nabira to'ylari, nabira kelinlarimizni ilk salomlari bilan samimiy qutlab qo'yamiz. Va albatta kelingki biz tantanamizni davomiy qismlarda yosh oilamizga bo'lgan tabriklarimizni bugun davom ettirguvchi, elimizni bugungi boshi, elimizni bugungi maslahatgo'yi bo'lgan Ruslan akamizni man yonimizga, demakki bugun ijodiy sahna maydonimiz oldiga hurmat ehtirom ila taklif etmoqchiman. Ular tomonidan istiqbolli yoshlarimizga bo'lgan tabriklarimizni, butun bir Sapayevlar sulolasiga bo'lgan tabrik niyatlarimizni qabul qilamiz degan umiddamiz albatta. Assalomu alaykum aziz mahalladoshlar, aziz eldoshlar. Mana bugun do'stimiz Bahramni, Muqaddaslarni farzand to'yi, shu to'y bilan tabriklaymiz. Yangi gelinni xizmati buyursin, shu xonadonni baxt, davlat olgan bo'lsin deymiz. O'z nomimdan, mahallamiz nomidan butun Sapayevlarni bugungi to'y bilan tabriklaymiz. Shu kelasizlar shu dan sal burunroq aqtiqi bo'libdi deb ham kelib tabriklab o'tirish hammamizga nasib etsin. Shu bilan to'yimiz ochiq, yeb-ichib yazilishib o'tirasizlar. Albatta yilboshimiz bo'lgani bugunlik kunda barcha mahalladoshlarimizni yaxshi kunlarda yondosh bo'lib,
og'ir kunlarda yelkadosh bo'lib kelayotgani Ruslan akamiz tomonidan aytilgan tabriklarimiz, ana endi yo'llanajak istaklarimiz ham barcha-barchaligi ijobat ro'yobini topsin. Albatta bugungi to'yxonamizga o'zini poyu qadamlari bilan tashrif buyurgani oqshom juftliklari O'zbekistonimizga yarashig'li yana bir go'zal, mustahkam oilamizga har qancha yaxshi niyatlarimizni yo'llasak arziydi albatta. Mana kuyovtiramiz Jo'shqinbekka aynidan murojaat qilmoqchimanki, Jo'shqinbek, agar o'zingiz joiz deya bilsangiz, latofatli go'zal kelinchagimizni oy yuzlardagi xari ro'mollarni asta-sekinlik bilan ochib qo'yasiz. Ana undan keyin baholi qudrat bugungi shohsupalardan, taxtir avollarimizdan ham bemalol o'rinlaringizni egallab olasizlar. Va albatta bugun niyatlarimiz davomiyligida sizlarga Alloh tomonidan fayzi farishtali, din va diyonatda mustahkam, odob axloqi benazir, mo'min musulmon o'g'il-qizlarni Allohdan bugun sizlarga niyat qilamiz va albattaki bugundan muqaddimasiga ilk satrlarni yoza boshlaganingiz sevgi afsonasi tillada doston bo'lishiga tilakdoshimiz. Qadrli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, bugun Sapoyevlar oilasi tomonidan alvon nozu ne'matlarga to'liq bo'lgan dasturxonlarimiz yozilgan. Barchangizni bugungi bayramona, to'yona shohona dasturxonimizga marhabo deya, oqshomning so'nggi daqiqalariga qadar bayramona ruh sizlarni tark etmasin deymiz. Aynidan biz ijodiy hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demakki, oliy xizmat, oliy sifat ustuvorligidir deya shior ostida xalqimizga xizmat qilib kelayotgan, media sohasida ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan Shohrux media studiyasini oliy toifali muhandislari o'z kasbini professionallardan tashkil topgan, baham jihatlikda bugun xizmat qilayotgan ajoyib studiyamizni professional muhandislari xizmatingizda bo'lishadi. Qolaversa bugungi tantanamizga o'zini savlati, o'zini jozibasi bilan alohida bugun e'tirof etamizki, xalqimizni e'zoziga, elimiz hurmatiga, elimizni e'tiboriga sazovor bo'lib kelayotgan ustoz ko'rgan ijodkori, estradamizning yorqin vakili Bunyodbek Jumaniyozov tomonidan qolaversa bir guruh sozandalar ansamblini dastlabki diltortar ta'nolarini e'tiboringizga taqdim etamiz. Oqshom yana bir karra barchangizga xayrli bo'lsin azizlar. Kelin-kuyovlarimizga yana bir bora taxtir avollarimizdan o'rin egallashligi uchun ijozat qilamiz. Va albatta bugungi tantanamiz, unutilmas nikoh oqshomimiz yana bir bora barchamizga muborak bo'lsin azizlar. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar, yo'ldoshlar, yurtdoshlar. Yana bugun shu xonadonda, Bahram bayramimizda xonadonimda shunday bir yaxshi kunga guvohi bo'lib turibmiz. Bugun shu farzandlarining nikoh to'ylari ekan, shu ukalarimizga baxt tilaymiz, baxtli bo'lsinlar, qo'sha qarisinlar. Ilohim yangining o'zi bilan shu xonadonga baxt olib kelgan bo'lsin. Shu qo'shaloqdan farzandlarni ko'rib o'tirish nasib etsin. Hamma oila a'zolarini shu gelinning xizmati buyursin. Hammani shuning kunlari yetirsin deymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun yeb ichib, eshitib, o'ynab, kulib dam olib o'tiraverasizlar. Hammangizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaqa tilaymiz. Yana bir bora vaqti bo'lsin ukalarimiz. Rahmat. Qancha dono bo'lsang ham har joyda sen o'ylab gapir. Qancha dono bo'lsang ham har joyda sen o'ylab gapir. O'zgalarga bir nafas navbat berib tinglab gapir. O'zgalarga bir nafas navbat berib tinglabay gapir. Toshga suv yuqmas kabi yuqmaydi nodonlarga.
Taşkası yükmez kebi Yükmeydir adallar gayene Sözünü kadriga yetuçi Ademni sen tellep gepir Sözünü kadriga yetuçi Ademni sen tellep gepir Yoldan azgen uçrası Derrav barıp eyle kulak Yoldan azgen uçrası Derrav barıp eyle kulak Doğru yolunu görsetip Her xil misal eylep gepir Doğru yolunu görsetip Her xil misal eylep gepir Zerre nuksanını kürüp Herkes kişiye külünmeyi Evvela eybin tüzet Sonra özün mahtap yapır Ey Ali aklı resa Bulsan havalanmayı gepir Ey Ali aklı resa Bulsan havalanmayı gepir Ey Hoşneva bülbül kebi Her şahıya konmayı gepir Hoşneva bülbül kebi Her şahıya konmayı gepir Köp yaşa